Hürmetli vatandaşlarım, endiki mavzu. Biz başta sizlerge yetkizgenlikçiyimizde Mayun yani onun şirketi Ali Baba. Amerika'da pazarga çıkan Ali Baba şirketi Mayun'un Amerika'da bir şirketine koşup setip almakçı bolgan planның suğu çılaşkanlığını. Şunun bilen bu işki Şinhuaşe, Cumhur hükümetinin arlaşkanlığı üstü toxtalganıdır. Endiki mavzuğa dikkat kılın vatandaşım. Amerika Cumhur oturusida bu yılның 5'ida yoki bu yılның avvalki yerimida Soğud uruşu partlamdı. Mavzulu xabar 1 ayının 5. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Xabarning avtori Siyam. Xabar mundaq boshlan. Washington. Jungoning milliarderi Mayunning Amerika bozoriga kirishi yana bir qatim to'salg'iga uchrashiga qarata Jungoning tashqi ishlar ministrligi Amerika hukumatining Jungur shirkatlarining Amerikaga mablag' solishiga adil va umidlik muhit yaratib berishiga chaqiriq qildi. Jungo hukumati. Lekin tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika Jungo savdo munosabati jiddiylashgan bir vaziyat ostida Jungo şirketleri keyincha Amerikaga mablag' solish va shirkatlarni qo'shib sotib olish faoliyatlarining borgan siri qiyinga to'xtaydiganligini bayqaydi. Yana boshqa tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. 2018-yili Prezident Trumpning Jungo bilan Amerika o'rtasida savdo munosabatlarini yaxshilash kerakmi yo'q degan masalada sabr taqatini yo'qotganligiga ergishib, Jungo bilan Amerikaning o'rtasida savdo urushi portlash mumkinligi intayin zo'r. Baş ayağı ko'rindi, kichik mavzu. 2017 yılın ahırda Prezident Trump hükümeti bir qisam siyosatlarni qo'llanib, kishilar endişe qilib, bu Amerika bilan Jungo o'rtasida savdo urushi portlashning oldingi signali deyishdi. Oldingi signali deyishdi. O'tgan yil 11 ayning 28 kuni har qanday bir Amerika shirkati arz qilish iltimosi qo'ymagan bir ahvol ostida Amerika Savdo Ministerliği Jungo'dan eksport qilingan 11 sal alyumin mahsulotlariga o'zligidan tekshirish elib bordi. Bu ish 26 yildan beri tunji ish bo'lib hisoblandi. 11 ayning 30 kuni Prezident Trump hukumati tunji qatim oshkora holda Dünya Savdo Teşkilatı içinde bazar ilgilikiga o'tgan davlatlik o'rniga izlanayotgan Jungoning talablarini rad qilish pozitsiyasi qo'llandi. O 12 ayning 18 kuni Prezident Trump tunji qatim davlat bexatarligi strategiyasi e'lon qilib, Jungoni stratejik raqib o'rniga qo'yib, Beijing Amerikani iqtisodiy jihatdan ojizlatadigan iqtisodiy tajovuzchilik strategiyasini yo'lga qo'ydi deb aybladi Beijingni. Bundan buran Prezident Trump hükümeti 8. aydan başlap Jungo'dan eksport qilingan tovar mallarni pul qo'shib berishga qarshi tekshirish, tökme qilib setishga qarshi tekshirish, ya'ni qo'sh taraflik tekshirishni yo'lga qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash Avam palatalari qonun loyiha o'tirib qo'yib, chet el shirkatlarining Amerikada texnikalik shirkatlar va asosiy qurilish aslahalariga mablag' solishini chekladi. Bu qonun loyiha asosligi Jungo'ga qaratildi. Bu yilning avvalgi yerimida savdo urushi portlaydi. Kichik mavzu.
Tahlilchiler mundaq ko'rsatdi. Kelgüsü bir neçe hafta yoki bir neçe ay ichida Prezident Trump va Prezident Trumpning sodi amaldorlari yuqorida ko'rsatilgan zo'r darajada tekshirishning natijasini e'lon qilishi mumkin edi. Qo'sh taraflik tekshirishning natijasini e'lon qilishi mumkin. Cümleden Polat Tümür mahsulotları ve aqli mulk mahsulotlarini tekshirishning natijalarini e'lon qilishi mumkin. Amerika'da Bilim Hazinesi Stratejiya ve Xalqaro Tadqiqot Markazining Jungo Sodi işleri ve siyaset iqtisod türüning müdiri Scott Kennedy Amerika ovozining muxbiriga mundaq dedi. Diqqat etamiz. Men bu yilning avvalgi yerimida Amerika Jungo ikki davlat o'rtasida savdo urush portlaydiganligini faraz qilyapman. Diqqat. Men bu yilning avvalgi yerimida Amerika Jungo ikki davlat o'rtasida savdo urushi portlaydiganligini faraz qilyapman. Savdo urushi savdo tijorat to'qinishiga o'rlab ketadi. Ve Amerika Jungo ikki davlat munosabatining har qaysi taraflariga tahdid elib keladi. Savdo urushi Amerika Jungo ikki davlat munosabatining har qaysi taraflariga tahdid elib keladi. Men shunga Amerika Jungo o'rtasida portlaydigan savdo urushining paytlari yetib keldi deb hesaplayman. Çünkü davamını anlayışsız hürmetli vatandaş.